hüneringizge haqiqatan qoyil bo'ldim. Nochi bo'lsangiz, men qayt chiqaramagan kulgunchak darskini chiqarib baqsangiz deb chiqibdi bir fenserimiz. Bo'ladi unda bo'lsa Amina ustamdan qilinmaydigini, itanmaydigini yo'q. Unda bo'lsa hech basqalarimizning yarış bo'lgan mana-manadek o'xshagan kulgunchak darskini mushu shogirdlarimga o'rgatkazsizlarga mumkin deb qalamni olib yaxshi xatirlab olinglar do'stlar. Hozir biz pranikning ichiga eng yechki bo'lgan, ismi eng chiroyli bo'lgan mushu kulgunchak yasashni boshlab ketamiz. Ketarlik materiallar 300 gram un, 50 gram oq shakar, 2 gram powdafin, 50 gram so'may, 2 dona tuxum. Unda olganda biz mushu 300 gram unimizning ustiga mana bu 2 dona tuxumni to'kib olamiz do'stlar. Suv ishlatmaymiz, qat'iy lakim suv ketmaydi juma do'stlar. Endi navbatda 50 gram meyimiz ishlatib olamiz. Undan keyin bo'lib qolsa oq shakar va powdafinni ishlatib olamiz do'stlar. Va tekshi yug'urib olamiz. Mana o'lchamli holatda mana shunda yug'urimiz. Alqonlarimizning oralariga elib yug'uraylik do'stlar. Qaranglar, shunda belay singishidi. Suv ketmaydi juma do'stlar. Xemirlarimiz dal mana shunda holatda chiqadi. Shakarni jixselvatdan ustan demanglar, buning ustiga bayjima solgan bo'lganki, ichi cho'qim tamlik, tetimliq shakar bo'lmas bo'lmaydi juma do'stlar. Endi navbatda shu ambilimning ustiga, ya'ni jozamning ustidagi mana shunda ishlayman do'stlar. Sizlar xemirlarimni shu alqonda ishlab turib qaranglar, mana shunda chiroyli qilib atam. Endi buni jiqtin do'maymiz, bir 10 minut atrofida tinib, azroq o'zini qo'yib olsin. U arada do'stlar bayjima shu azroq suv rasimizni tayyor qilib olamiz. Do'stlar azroq shu quruq suv, ya'ni qonchong suv do'stlar, tozlangan suv bilan mana bu bayjima tayyor qilib oldik. Endi meyimizni qo'yib olaylik. Kütran. Shu qurtilgan qazanimizga yip-yangi may qo'yib olamiz juma do'stlar. Mayning gradusi shu 50 graduslik bo'lsin, 50 graduslik bo'lgan vaqtda bo'ldi. 50 graduslik bo'lgan vaqtda endi biz shu tinib tayyor qilgan xemirlarimizni shu zo'l o'zib olamiz do'stlar. Avval jiz qilib olsak yaxshi juma do'stlar. Cho'ng kichikligini bek o'lchamli holat qilib olsak bek yaxshi. Avval jiz qildik, sifatli holatda jiz qilib olganki shu lag'manning jizi va qo'pildi. Dal shuni o'xshash qilib olsak bek yaxshi do'stlar. Ustini bir quruq holatda maylab qo'ysak texidimi yaxshi. Shu kulishiga kulgunchakninki ismi jismiga loyiq holatda kulishiga bek foydasi bor juma do'stlar. Mana shunday holatda jiz qilib, o'lchamli holatda kesib olamiz. Cho'ng kichikligini bek sifatli qilamiz. Mana shunday holat qilib olsak bek yaxshi. Buniki powdafin so'g'andan keyin, oq shakar so'g'andan keyin azroq ko'pidi. Oq shakar bilan powdafinniki bizda ko'ptirib berish roli bor juma do'stlar. Mana qaranglar do'stlar, endi buni ichiga yumurimiz. Shogirdlar qo'lingizga yupib oldinglar shunami? Ichiga shunday yumurib turib, undan keyin mana kalla qilib olamiz. Ko'rdinglarmi, mana shunda kallaklamkin qilib olamiz va suvchilab qo'yamiz. Suvdan elib do'stlar, shu bayjimalarimizga elib o'lchamli holatda shu bayjimani to'liq singishtirib yetamiz, yeyishtirib yetamiz. Qaranglar do'stlar, to'xtamay shunda kallak holat qilib yeyishtirib yetamiz juma do'stlar. Endi davomli holatda shu kallak holat qilib olaylik. Shogirdlarim bulanglar chaqqan. Kulgunchaklarimizni tayyor qilib atdik. Do'stlar, unda bo'lganda qizlarim qilib qoldinglarmi? Voy, yaxshi, yaraysizlar. Qizlarim, mana qaranglar, eytlarning tayyorliklarini mo'l o'gitib atim shogirdlarimga. Unda bo'lsa, mana shu qozon qilamiz. Cheletimiz do'stlar. Mayning gradusi abaytimi deb o'tdim do'stlar. Shu 50 gradus qaranglar do'stlar. Mana shunda shu kirgandek lazra qaynagandek bir to'yg'u berdi. Mana shunda selib olamiz. Ikkiga bo'lib selib olay do'stlar. Kulgunchakning soni bir qadar ko'p turdi. Mayda tiqilib qolmag'ay. Unda bo'lganda do'stlar, mana shunda cho'ylimizniki kayli tarafida shunda aralashtirib olamiz. 50 graduslik past o'tda chimchim 10 minut atrofida qaynab o'zigidan laylaydi do'stlar. Kulgunchaklarimiz laylab kulishga boshladi. Qaranglar do'stlar, mana shunda holatda kulidi do'stlar. Shunda holatda kulidi. Buni sarg'aytib olamiz. Qaranglar, voy, shunda pez kulibdi, voy jama bek kulib ketdi ya. Mana shunda holatda kulidi do'stlar. Kulgunchaklarimiz bu naq 15 minutdan keyin kishav bo'lsa, mana shunda chiroyli kulib yeyib, echilib bo'ldi. Unda bo'lsa, mana appoq qachimiz qilamiz, suzib olamiz do'stlar. Mana qaranglar do'stlar, shunda pez ya. Unda bo'lganda qizlarim o'zinglar tutgani bir tetib boqamsizlar? Birdan bir tetib boqinglar. Endi ikkinchi qatimliqini solamiz do'stlar. Mana qizlarim tetib boqamiz hamsa. Unda bo'lganda do'stlar, yana davomli holatda solamiz ham shu mayga. Mayning gradusi cho'qimdan cho'qim 50 graduslik. Uningdan bak qizdirsa qat'iy bo'lmaydi juma. Ikkinchi qatimliq kulgunchaklarimiz shunda payzi kulib yeyib, echilib bo'ldi. Unda bo'lganda buni suzib olamiz do'stlar. Mana o'quvchilarim tam qanday bo'libdi? Hech bo'libdimi? Yaxshi. Narpek o'xshabdim. O'xshabdimi? Men cho'qim bolalarım aytib keldi. Men atarim cho'qim aytib o'mpakda o'qib bo'ldi. Yaxshi. Cho'qim aytib Pek ish qilibdim. Bo'ladi, unda bo'lsa hammanglar shu aylaringlarga o'qitib balvaqilga ota-onalar qilib beringlarmiz. Ko'rdinglarmi do'stlar? Safargimi intayin maskeladigan, bizning shu bolalarımizga bersakmi, nashliqqa bersakmi, nihoyatda quvvat qiladigan, mehmonlarning oldiga olsakmi, bir dasturxonniki yurish qilib bo'ladigan mana shunday o'xshagan kulgunchak darskini sizlarga shu resp holatda bir olib keldim do'stlar. Men film chiqib ketishi mumkin. Kurab mishak kelganda cho'qim
çoğum aval güvence okuvalımızı aval koşu ütümüz, ondan keyin kıpkızıl jürkümüzni bir ütümüz, ondan keyin yıldız belgisi besip, muşunu ögengiz padoslar, muşu men kıpaygan boyunca ögensanlar buldu. Ana dekin, muşu çoğun türlerini men mi ögünü bazar etsem bulat diyorsam, siz kokşay jallık bazar etsem bulat diyorsam dergan dostlar kanda kılımız. Ecrim üçün muşu filmga yürekten birini besip ütüp, muşu inkas rayonuna joy hoş foda kaldırıp koyup, ayrım kanıga mening ögengim bağıstan da kaldırıp koyuyorlar, mesela özümüzdeyme.